وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli muvaffaq qilishi bilan bugun Qur'oni Karimdagi qissalar degan darsning ikkinchi qismi. Oldingi darsda Odam alayhissalomning yaratilishi va Havo onamizning yaratilishi haqida qisqacha to'xtalgan. Bugungi darsda Odam alayhissalom bilan iblis o'rtasidagi kurashninki boshlanishining orqa ko'rinishlari haqida qisqacha to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taolo bu darsdagi ibratlardan foydalanishga hayotimizni mush darsdan olgan ibratlarga ko'ra to'g'rilab menishga nisb etsin. Hammamiz ma'lum bo'lgandek hammamizga Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni laydan yaratdi. Laydan yaratgandan keyin bütün malaikalarni Odam alayhissalomga hurmatlash, Odam alayhissalomninki naqadar fazilatlik, ilmlik, büyük katta bir maxluq ekanligini tunutish va tunishi uchun Odam alayhissalomga hurmatlash sajdasini qilishga buyurdi. Nima dedi Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Adam aleyhisselam'a Allah subhanahu wa ta'ala hamma narsaning ismlarini o'rgatgandan keyin malaikalarga biz shundaq dedik deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Biz malaikalarga Adam aleyhisselam'a hurmatlash sajdasini qilinglar, hurmatlanglar deb buyurdik. Buyurgandan keyin malaikalarning hammasi sajda qildi, lekin iblis sajda qilmadi. Sajda qilishni rad qildi va yo'g'onchilik qildi. Bu sababdan bu kafirlarning qatoridan bo'ldi. Ya'ni Allohning buyrug'ini darhol rad qilganligi, ijro qilmaganligi uchun kafir bo'ldi deb bayon qilgan bu oyatda. İbn Abbas radıyallahu anhu mush ayet haqqida bu yerdagi sajda Odam alayhissalom uchun bo'lgan bo'lsa, lekin bo'ysunish Alloh uchun bo'lgan. Ya'ni Odam alayhissalomga Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun shunga hurmatlash sajdasini qilgan deb bildirdi. Bu iblis malaikalarning ishini nima ish qildi bu malaikami desa, albatta bu malaika emas. Lekin naqadar o'zini aytdi ibodatkor bir banda bo'lg'achqa shu malaikalarningki ishida bo'lgan malaikalar bilan birga bo'lgan. Bu iblis jin aslida, yaratilishi aslida jin. Shunga sura Kahfdagi yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Biz bütün malaikalarni Odam alayhissalomga sajda qilishga buyurgan vaqtimizda hammasi sajda qildi, lekin iblis sajda qilmadi. Bu iblis jindinti deydi. Jindinti. O'zining farvoydigarining buyrug'iga bo'ysunmay bu buyruqdan chiqdi deb mushnaq degan. Bu shaxta Ibn Qayyim rahimahulloh iblis o'zining shakli bilan, o'zining yoshi, shakli bilan malaikalar bilan birga edi. Lekin buning asli yaratilish moddasi shu desa malaikalardan emasdi. İblis o'tdan yaratilgan, malaikalar shu nurdan yaratilgan deb bayon qilgan. Üçüncü, endi bu iblisninki Odam alayhissalomga sajda qilishni rad qilishdagi sababi nima desa, Allah subhanahu wa taolo bu iblisning ko'rsatgan sababini bayon qilib A'raf surasida shunday deydi. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah subhanahu wa ta'ala iblisqa xitob qilib sajda qilishni rad qilgandan keyin men sajda qilishdan mening buyruqimni ijro qilishdan, ya'ni mening buyruqimni ijro qilib odamga sajda qilishdan seni nima chekildi? Men sajda qilinglar odamga deb buyruq olsam, seni mush buyruqni ijro qilishdan nima chekildi deb Allah subhanahu wa ta'ala iblisga shunday degan deydi. Degan vaqtda iblis nima deb javob bergan desa, ana xayrun min. Men bo'lsam u odamdan men afzal, men ortiq, men ulug', men katta. Nimishqa desa buning ko'rsatgan illati, sababi meni sen o'tdan yaratding, lekin odamni-chu loydan yaratgan to'sang deb bayon qildi. Demak, bu iblis alayhi la'na Allah subhanahu wa ta'alaninki buyrug'ini rad qilishda birinchisi men fazilatli ortiq to'sam, ulug' to'sam, katta to'sam, tuvan odamga, tuvan bir maxluqqa qandoq bo'ysunman. Ikkinchisi Allah meni o'tni yaratgan to'sa, bu odamni loyni yaratgan to'sa, ya'ni buning qarashicha o't loydan afzal, to'pidan afzal deb qaradi. Amaliyat shu, bu xato aslida. Asl loy degan odat o'simlik o'stiradigan, uy sog'ini oldigan, nurg'un yaxshi insonning hayoti uchun kerakli ishlarni to'pa loy orqali qilgan o'rda. Lekin o't shu desa, o't degan ko'ydirish, nayt tiz tutishish, nurg'un narsani vayron qilishda o't ishlatildi odatda. İnsanning hayotidami. Buningki men o'tdan to'sam, u loydan to'sa degan bu qiyos qilishimi to'g'ri bir qiyos emas, xato. Lekin asos illat buning qalbidagi kasallik nima desa, yo'g'onchilik, takabburlik qilish, Allohning buyrug'ini ijro qilishdan to'sgan eng birinchi muhim omil ashundan iborat. İbrahim bu iblis Allah subhanahu wa ta'alaning buyrug'ini ijro qilmadi. İcra qilmaganligi uchun nimaga duch keldi desa, jannatdan qo'g'inishga duch keldi. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin deb buyurdi iblisni. Sen jannatdan yo'qol, jannatdan chiq. Bu jannatda sening turishing loyiq emas. Mening buyrug'imga bo'ysunmay, mening buyrug'imni rad qilib, mening eng yaxshi bandalarim turadigan jannatda sening turishing shu loyiq emas. Sen jannatdan chiq. Buningdan keyin sen xorladin, vayron qilingan, bechora bo'lgan, puchak bo'lgan maxluqlardan bo'lsan deb Alloh subhanahu va taolo shu jannatdan iblisni qo'g'ladi. Jannatdan qo'g'lagandan keyin iblis alayhi la'na Allohga bo'lgan ishonchisi bor buningki, iymoni bor Allohga bo'lgan, lekin buyruqni rad qildi, buyruqni ijro qilmadi, shu sababdan kafir bo'lib ketdi. Bu nimani talab qildi desa, Alloh subhanahu va taoladan meni qiyomat kunigacha, ya'ni odamning avlodlari hammasi dunyoda yashab, ta o'lib qiyomat bo'lg'ichilak man fursat bersizlar, mening jonimni olmasizlar deb Alloh subhanahu va taoladan fursat talab qildi. Allah bu vaqtda nima deydi desa, qala robbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun qala fa innaka minal munzirin ila yawmil vaqtil ma'lum. Ey Farvoydigarim, menga fursat bersizlar, menga muhlat bersizlar, mening jonimni hozir olmasizlar deb talab qildi. Talab qilgandan keyin Allah subhanahu va taolo tamam, sana shu fursat berdim. Sening joningni olmayman, sana fursat berdim. Qachongacha bu desa, ma'lum belgilangan vaqtgacha degani, ya'ni qiyomat kunigacha sana fursat berdim deb iblisga fursat berganligini hududi bayon qildi. Bayon qilgandan keyin bu iblis fursatni oldi.
fursatga erishgandan keyin darhol o'zining nima ish qilmoqchi bo'lganligi, o'zining plan, g'oyasini Allah subhanahu va taolaning qiyomat kunigacha o'lmaslikni talab qilishdiki sababini cho bayon qildi. Bu haqda Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'rof surasida nima deydi desa, قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Ey Farvoydigarım, sen beni Ademni dep, şu Adem'nin sebebinden meni hatalıkka kirişke muşu sebep oldu. Yani Adem yartıp sen Adem'e boysunuşunu buyurdun, men o buyruğu boysunmadım, şu sebepten ben cennetten kovlandım, senin rahmetinden çok mahrum kaldım. Adem'nin sebebinden muş hatalıkka men çıqqagan boğaçqa, muş azgullıkka men düşken boğaçqa, men bu Adem ballarını çok senin doğru yolağından tusap, senin doğru yolağından az duruşqa her daim vakit çıkarımen, her daim bulanço kütüp durmayan. La aq'udenne lehum sıratıkel mustakim digine xuddi oğriyancıqçılar, bulançılar burunqı zamanlarda musafirlarni yolda kütüp nedim be biz bulaydıgan edemkiler dep kütüp durgandek men senin Adem ballarınınki ve Adem aleyhisselam özününki senin yolağında meniştin şu tusaşqa her daim ulanı küz tutlam turman dep özünün gaye maksadını şu bayan kıldı. Bunun ahiristandın ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aşında ultrap ulanınki arıstın bolsun, keynidin bolsun, akıstın bolsun, aldıdın bolsun, her taraftan ben ulanı tusap senin yolağından, senin yolağını şunda tusaklarını selip, bana ben tırışçallık kılımen, ulanın köp kısmını ço, sen sana şükür kıygan, senin hakkını tungan halet tapamaysan. Yani cık insanlarını ben muşundak azdırı bitmen. Dep, İblis aleyhillâne ço özünün bu kımmakçı boğan işini oturup koydu. Demek, bugünkü bu Adem aleyhisselam bilen İblis aleyhillâne oturustaki küreşinin başlanışıga asaslık sebep boğan illet nime o dese, İblisninki Allah'ın buyruğunu icra kılışını red kıygallıkı. Bu red kılışının sebebi nime o dese, ene hayrun min. Men o Adem'den ebzel, o Adem'den yakşı, o Adem'den uluğu tutsam diyenliki dep Adem'den çok özünün çoğun tutkallığı, yuğancılık kıygallığı mana muşu birinci sebep boğan. Birinci sebep şu muşu boğan. Demek biz hakiki müminlerin sübtini özleştiriş için özümüzge en birinci muhim boğan bir sübet nime o dese yuğancılık kılmaslık. Yani yuğancılık kılış birisi-birisimizni közge ilmaslık bu iblisning işi ekan. İblis Adem aleyhisselamning közge ilmağanlıqdan Allah'ның rahmetidan qoğlangan, cennetten qoğlangan, dozaqqa mahkum qilingan ve kafirlardan bo'lgan. Muşunun hemmisiga sebepçi bo'lgan, muşunda katta, nayt büyük azaplarga sebepçi bo'lgan narsa nima o desa, iblisdiki yuğançılık. Men uningdan yaxshi degan qarash. Biz hayatımızı qaraydigan bo'lsak, nurg'un masalalarda kelishilmaslik, o'tirdagi nurg'un ziddiyat, nurg'un xafalik hammasining asosli kelish sababi nimadan iborat desa, yuğanchilik qilishdan iborat. Birisi-birimizni ko'zga ilmaslikdan iborat. Birisi-birimizni yaratmaslikdan iborat. Halbuki bu yaratmaslik, ko'zga ilmaslik kimning ishi ekan desa, İblis aleyhillâne'nin işi. Şu iblisning askarlarining işi. Şu iblisga ergashganlarning işi. Müminning ishi undaq emas. Müminning ishi
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين deb Allah subhanahu wa ta'ala payg'ambarimizni musho sen mu'minlarga kamtar bo'lgin, yumshoq bo'lgin, siliq bo'lgin, kamtar bo'lgin deb payg'ambarimizni buyurgan. Tabiiy holda mushunaga ergashtiribcho bütün ummatini buyurgan. Biz payg'ambar alayhisolamning axloqi bilan, ya'ni kamtarlik, mu'minlarga kamtarlik qilishdan iborat bu axloqi bilan axloqlanish, iblisning axloqi bo'lgan yug'onchilikdan iborat, birimizni ko'zga ilmaslikdan iborat bu yomon axloqdancho, yomon illatdan hammamiz jiroq bo'lishimiz lozim. Allah subhanahu va taolo hammamizni payg'ambar alayhissalomningki go'zal axloqi bo'lgan kamtarlik bilan axloqlanishga nisb qilsin. İblisninki yug'onchilik, takabburlikdan iborat bu yomon axloqidan hammamizni Allah subhanahu va taolo saqlasin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastag'firuka va natubu ilayk. آية إلا بإذن الله